Assalomu alaykum hammaga, hammanglar yaxshimisizlar? Oldingi videolarimda men sizlarga ssenariy yozishni professionallik bo'lmagan uslubda o'rgatgandim. Ya'ni fonlarim, chiroqlarim, kameralarim professional emasdi. Mana bugun sizlarga ssenariy yozish strukturamni, ya'ni bizni agentligimizni ssenariy yozish strukturasini sizlarga bepulga o'rgatmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, Instagramda uchadigan, ya'ni topga chiqadigan ssenariy yozish strukturasidan bilib olasizlar va u narsani, ya'ni ssenariylarni o'zingizlarda qo'llab ko'rib, klientlaringlar yoki bo'lmasa o'zingizlarning shaxsiy brendinglar uchun uchadigan, ya'ni topga chiqadigan ssenariylarni bemalol yoza olasizlar. Bo'lmasa, boshladik. Birinchisi, Reels'lar topga chiqishiga, ya'ni 50% o'rinni egallaydigan narsa hook. Hook ingliz tilida o'zbek tiliga olib tarjima qilinganda ilmoq deyiladi. Ya'ni siz baliq tutish uchun unga ilmoq tashlaganingizda u xo'rak sifatida, ya'ni xo'rak demoqchi edim. Xo'ragingiz bo'lsa, balig'i ushlab olasiz. Instagramda ham odamlarga, ya'ni shaxsiy brendingizni rivojlantirayotganingizda Reels'lar topga chiqishi uchun odamlarni ushlab qolish uchun ularga xo'rak tashlaysiz. Ya'ni birorta qiziqarli gap, dunyodagi eng qimmat 3 ta mashina desangiz, uje odamlar sirasi to'xtaydi, chunki u qiziqarli, noyob narsa. Bundan tashqari boshqa narsada ham ishlatsangiz bo'ladi. Yo, mana hook yana bir marta men ko'p klientlarimizni Reels'larda ishlatamiz. 90% odamlar oshxonasini noto'g'ri qurgan, aslida to'g'ri oshxona mana bunday bo'ladi deb, keyin nargi strukturalarni qo'shib ssenariyni yozib ketsa bo'ladi. Bu narsa odamlarni men haqiqatdan ham shu 90% ga kirarmikinman yoki kirmasmikinman, 10% ga kirarmikinman degan shubha uyg'otadi. Bu shunchaki misol, ya'ni bundan boshqacha kuchliroq hooklar ham bor, lekin hookni asosiy roli shuni egallaydi. Ikkinchisi, bizda odamlarga qiymat beradigan, ya'ni value qismimiz. Value qismi nima degani o'zi aslida? O'zi aytib turibman, qiymat deb. Odamlar value dan nima oladi? Ya'ni ssenariyda value qanday rol o'ynaydi? Ya'ni qiymat qanaqa rol o'ynaydi? Xo'p, misol keltiradigan bo'lsam, ya'ni qishda kasal bo'lmasligi uchun 3 ta maslahat. Bu 3 ta maslahat hook bo'lib tursa, unga 3 ta maslahat beradigan gaplaringiz, aytadigan maslahatlaringiz, misol uchun bunaqa kiyimlar kiying yoki bunday ishlarni qilmang, yo qanaqadir har doim limon choy ichib yuring, misol uchun kasal bo'lmasligi uchun. Shu narsalar value bo'ladi, ya'ni odamlar agar sizdan haqiqatan qiymat ola olsa, sizga bo'lgan ishonch ham ularga oshadi. Keyin shaxsiy brendingiz ham ancha kuchli bo'ladi siz o'ylaganingizdan. Agar haqiqatan odamga qiymat bera olsangiz, masofadan turib ularga yordam bera olsangiz, shu maslahatlaringiz bilan, bu ham o'zingizga ham yaxshi bo'ladi, ham shaxsiy brendingizga ham juda ham ajoyib bo'ladi. Undan tashqari biror kishiga shu onlayn tarzda siz qiymat beryapsiz, ya'ni pulga sotib olinadigan, Instagramda $1,000,000, milliard dollardan qimmat ma'lumotlari bitta Reels'da berishi mumkin. Lekin haqiqatdan value qismi odamlarga qiymat beradi ssenariyda. Shu value qismida siz yozishingiz mumkin. Ssenariydagi ma'lumotlaringizni, asosiy ma'lumotlarni value qismida yozasiz. Va nihoyat oxirgisi CTA, ya'ni call to action. Call to action nima degani? Videolarning oxirida men ko'pincha meni Instagram sahifamni boshladim. Hali sizlarga aytmagandim, YouTube'dagi auditoriyamga aytmagandim. Instagram sahifamni boshladim va postlar qo'ydim. Unda videoni oxirida aytasizki, shunaqa foydali ma'lumotlar uchun meni sahifamga obuna bo'ling. Bu narsa call to action, ya'ni profilingizga odamlarni kirishini, obunalaringizni ko'paytirish, kommentariyalaringizni oshirish, like tugmasini bosib sahifamga obuna bo'ling desangiz bo'ladi. Yo bo'lmasa do'stingizga yuborib sahifamga obuna bo'ling desangiz, shunda profilingizni aktivi ham ko'tariladi. Uni jonlanishi ham tezroq bo'ladi, tezroq rivojlanadi. Va topga chiqish ehtimoli ham, Reels'lar topga chiqish ehtimoli ham ancha ko'payadi bu narsa bilan. Odamga eslatyapti nima qilish mumkinligi, shunaqa foydali maslahatlar uchun.
Shunday o'tkazib yuborsangiz, misol uchun siz Instagramda qiziq video ko'rib qolsangiz, shunday o'tkazib yuborasiz. U tugagandan keyin hech narsa aytmaydi, birorta qiziqarli video ko'rib qolsangiz, call to action yo'q. Like bossangiz, xohlasangiz bosasiz, lekin katta ehtimol bilan like bosing degan odam bilan like bosmang degan odamni like'lari o'rtasida ancha katta farq bo'ladi. Shu narsa call to action bo'ladi. Call to actionga aytganimdek, do'stingizga yuborib qo'ying yoki sahifamga obuna bo'ling deb qo'ysangiz, ssenariylaringiz ancha topga chiqish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Mana do'stlar, sizlarga o'zimni, ya'ni agentligimizni super ssenariy yozish strukturasini sizlarga berdim. Ya'ni sizlarga aytib berdim. Endi hammasini jamlab, bitta joyga to'plab aytib bermoqchiman. Hook, value va CTA. Shu narsalardan foydalansangiz, sizni ssenariyingiz topga chiqish ehtimolligi ancha yuqori bo'ladi. Oddiy ssenariylardan, yozilmagan shunaqa hook, value, CTA yozilmagan ssenariylardan ko'ra ancha yuqoriroq bo'ladi. Va bu narsani sizlar bemalol Notion appda alohida page ochib yaratsanglar bo'ladi. Agar kimgadir shunaqa shablon kerak bo'lsa, kommentariyada plus qoldirsa, men o'zim linkini yuborib qo'yaman. O'shandan ko'rib olsanglar bo'ladi qanaqa formatda bo'lishini, hook, value, CTA ni. Narsalar bizning ssenariyimiz topga chiqishida katta rol o'ynaydi. Bo'lmasa, mana sizlarga men ham asli YouTube kanallarga ham ssenariylar shunaqa yoziladi. Hook, ya'ni boshida ushlab qoladigan, qiziqtiradigan gap va qiymat. Mana sizlarga hozir qiymat berdim. Adashmasam qanchadir miqdorda, ya'ni ssenariy yozish qiymatini berdim. Agar bu narsadan haqiqatan qunt bilan foydalanadigan bo'lsangiz, aniq reelslaringiz topga chiqadi. Va call to action aytaman, ya'ni sizlarga endi sahifamga obuna bo'lsangiz, endi shunaqa ssenariy yozish bo'yicha, content making bo'yicha yo bo'lmasa personal developing bo'yicha va personal brand bo'yicha yaxshi ma'lumotlar olib borasizlar, ya'ni berib boraman men. Shuning uchun hoziroq sahifamga obuna bo'lib, meni kuzatib boring. Shu narsa YouTube kanali uchun CTA bo'ldi. Men o'zimni ham kanalimni aktivini ko'tarishim mumkin shunaqa qilib. Mana do'stlar, sizlarga shu 3 ta narsani ulashdim. Hammalarga rahmat. Meni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'lib, meni kuzatib boringlar. Hammaga rahmat.